Uyimizda demak mana bu ifodani kasrligiga e'tibor bering, ochishi va buni ham kasrligiga ochishni o'rganib chiqamiz. Yana qaytaraman, mana oldidagi 3 bilan 2 ni qavs ko'paytirib ochish yordamida ishlashimiz kerak. Mana 3 ni birinchi bunga, keyin esa mana 2 dan 3 ya'ni aralash kasr, noto'g'ri kasr qilib ham ko'paytirsa bo'ladi. 3 ni bitta bunga mana bu 3 ni ko'paytiryapmiz. Endi esa mana bu 2 ni ko'paytiryapmiz. Mana oldidagi 2, mana bu 2 bitta bunga va bitta bunga mana ko'paytirilyapti. Keyin bunga ko'paytirilgani esa mana bu bo'lyapti. Sizga tushunarli bo'lishi uchun mana bu 3 lar. Va mana bu yerda esa mana 2 bilan 4 ni qisqartirib yuborsam bo'lar ekan. 2 ta bor 4 ning ichida. Bu 2 lar esa qisqarib ketadi, bitta bor. Xullas, demak bizda qoladi. Mana 3 qisqarmagani uchun tepaga ko'paytiryapmiz. 2 dan 3x bo'lganiga e'tibor bering. Va keyingisi 2 bilan 4 qisqaradi bu yerda. Mana bu 2 dan 3 bo'lyapti-da. Qisqarmaguncha mana 3 ko'paytirib 2 dan 3 bo'lyapti. Qisqarmasa tepadan 4 dan 4 ko'paytirilyapti. Bu esa 9 taqsim 2 ga olib keladi. Va mana bu bilan bu qisqarganda bu yerda 2 qolgan. Mana 2 dan 1 x bo'lyapti. Xo'sh, keyin bu esa 1 bo'ldi. Endi x bilan x ni ixchamlaymiz. Ya'ni mana bu va mana bu. Demak 3 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 2. Hisoblaydigan bo'lsak 3 qo'shuv 1 bo'lib, bu 4 taqsim 2 yoki 2 desak ham bo'ladi. Xullas bu deganimiz 2x kelib chiqar ekan. Mana shuni ishlaydigan bo'lsak, demak javobimiz bunda 2x chiqdi. Va endi mana bu bizning 4,5 minus 4,5 bu plus 1 chiqdi. Demak bu degani nima degani? Minus 3,5 degani. Demak mana shu misolimizni soddalashtirganda 2x minus 3,5 ga ega bo'lamiz. Navbatdagi misolimizda demak e'tibor bering, mana shu ikkita qavsni ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Mana misoli berilishini birinchi yozib oldik. Demak, mana bu 3n minus 5m ga e'tibor bering. Mana shuni birinchi mana bu 7n ni xuddi shunga, ya'ni 7n ni 3 ni minus 5m ga yoki 2m ni esa 3 ni minus 5m ga ko'paytiramiz. Ya'ni mana buni bitta ko'paytirib ochib chiqamiz. Buni ham bitta ko'paytirib ochib chiqamiz. Demak, 7 kar 3 ko'paytirsa 21 bo'lyapti. Mana 21 ni kvadrat mana ko'paytirdim. Va keyingisi esa buni bunga ko'paytirsam esa 35 bo'lyapti. N ni alfavit bo'yicha tartibda tersangiz adashmaysiz. 3 kar 2 esa 6 n bo'lyapti. Endi esa buni bunga ko'paytiramiz. E'tibor bering, mana bu minus menga ta'sir qiladi. Bu esa plyusga olib keladi. Demak, plyus 10m kvadrat bo'lyapti. Endi o'xshash xatlarni ixchamlaymiz. Demak, bu yerda nm bilan mana nm ekan. Demak, mana shuni ixchamlaydigan bo'lsak, 41 ga 35 bilan 6 41 nm bo'ladi. Bu esa 10m kvadrat. Bularga sherik yo'q bo'lgani uchun o'xshash xat o'z holicha o'tyapti. Demak, mana shu misolimiz javobi bo'ladi. Demak, bunda avvalgisidan farqi ikkitali va uchtali. Avvalgisida ikkitali edi, ya'ni bu ham ikkita harf, bu ham ikkita bo'lgan. Endi esa uchtaligi bilan farq qiladi. Buning uchun mana bu 2a ni avval berilishini yozib olaylik. Demak, sizga tushuntirish uchun men sari rangda ko'rsatyapman. 2a ni mana shu sari rangda, ya'ni 4a kvadrat plus 2ab plus b kvadratga mana bu 2a ni yoki keyingisi minus b ni esa mana shunga mana ko'paytiruv qilib yozib oldik. Demak, buni bunga har bittasiga mana ko'paytirish va 2a ni esa mana bunga. Endi bitta ochib chiqamiz. 2a ni 4a kvadrat ko'paytirsam, 4 2 ko'paytirsam 8, a ni birinchisiga a ni ikkinchisini qo'shganim uchun a kub bo'ladi. Endi 2a ni bunga ko'paytiradigan bo'lsam, 4a kvadrat b bo'ladi. Qarang, 2 kar 2 4 bo'ldi. A ni birinchisi shuning uchun a kvadrat bo'lyapti. Endi keyingisi 2a ni bunga ko'paytiradigan bo'lsam, 2 kar 1 2 ab kvadrat bo'ladi. B kvadrat o'zi bor, 2asi o'zi bo'ldi. Hech qanday harf darajalari qo'shilmaydi. Demak, birinchi qavsimizni ochib bo'ldik. Endi ikkinchi qavsimizni ochib chiqamiz. Endi b ni 4a kvadrat b bo'ladi. Mana buni ko'paytirganimizda. Va keyingisi bunga ko'paytiradigan bo'lsa, minus 2ab kvadrat. Mana buni ko'paytirganimizda minus 2ab kvadrat bo'ladi. Keyingisi mana buni ko'paytiramiz. Bu esa minus b kub bo'ladi. Endi 8a kubdan boshlaymiz. A kubga sherik yo'q, ixchamlashadigan o'zini yozamiz. Endi keyingisi 4a kvadrat b bilan mana 4a kvadrat b ketadi. Plus minus ekan. Yoki ab kvadrat bilan mana minus 2ab kvadrat ham ketadi.
va bizda esa minus b kub qoladi. Demak, javobimiz mana shu ekan. Avval qavs ochib, keyin o'xshash holda ixchamlandi. Avvalgisidan farqli misol, ya'ni ikkita qavsni oldida bitta ifoda bor. Bunaqa misollarda avval mana bu ikkita qavsni yozib ko'paytirib olamiz. Mana yozib oldik. Mana e'tibor bering, y ni mana bu qavsga avval o'rganganimizdek, bu yerda esa mana bu 5 ni yana shu qavsga. Keling, mana bularni rangli qilib sizga ajratib ko'rsatyapman. Mana y bilan demak y minus 3 ga mana bundoq, 5 ni esa mana shu y minus 3 ga. Mana endi tushunarliroq bo'ldi. Yana qaytaraman, buni mana yozib oldik. 5 esa mana yozib oldik. Endi bitta-bitta ko'paytirib chiqamiz. Ko'paytirish buni bunga va buni bunga. Demak, y kvadrat minus 3y bo'ladi. Buni bunga va buni bunga 5y minus 15 bo'ladi. Endi o'xshash xatlarni ixchamlaymiz. Y kvadratga sherik yo'q, o'zini yozamiz. Mana bunga e'tibor bering. Ixchamlanadigan bor, ya'ni y lar turibdi. Bu yerda minus 3y plus 5y. Bu yerda esa 2y bo'ladi. Va mana bu yerda qarang, minus 15 turibdi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, mana shu ko'rinishga keladi. Xullas, bizning javobimiz y kvadrat plus 2y minus 15 ekan. Mana shuni hisobga olib biz xulosa qilamiz. Ya'ni xulosa qilamiz degani mana shuni endi biz mana bu oldidagiga ko'paytiramiz. Xullas, ikkitasini ochganimiz mana bu chiqdi. Endi yozib olib ko'paytirib chiqamiz. Mana 2y kvadrat qavs ichida y kvadrat 2y minus 15 ekan. Buni bunga ko'paytirsam 2y 4 bo'ladi. Keyin esa buni bunga ko'paytirsam esa 4y kub bo'lyapti mana. Va keyingisi buni bunga ko'paytiradigan bo'lsam esa 30y kvadrat bo'lyapti mana. Demak, bizning misolimizning javobi mana shu bo'ladi. Demak, g'oyasi bunday. Avval ikkitasini ko'paytirib olinadi. Bundan keyin mana chiqqan javobini, mana shu chiqqan javobi keyin bitta-bitta ko'paytirib ochib qo'ysak, o'sha misol javobi bo'ladi. E'tibor bering, mana 3 ta qavslisini o'rganamiz endi. Bunaqa misollarda ham bo'lib olishimiz kerak. Avval mana bu ikkitasini hisoblab olamiz. Demak, mana shu ikkitasini avval yozib oldim. Ko'paytirishimga e'tibor bering. A ni mana a plus 2b ga va mana bu b ni esa mana a plus 2b ga qilib yozib oldim. Endi sizga tushuntirishim, mana a ni, mana bu esa b ni mana rangli qilib ko'rsatyapman va endi qavs ochib chiqamiz. Ya'ni a ni a ga va mana bunga a kvadrat plus 2ab bo'ldi. Endi b ni ko'paytiramiz. ab plus 2b kvadrat bo'ldi. Endi ixchamlanadigan bor. Mana bu bilan mana bu, demak a kvadrat plus 3ab plus demak 2b kvadrat. Mana shu misolimiz. E'tibor bering mana shu yerga. Xo'sh, bu ikkita qavsimizning javobi, oxir xulosamiz mana shu. Endi biz buni mana bu oxirdagi a-3b ga ko'paytirishimiz kerak. Keling, mayli, mana tushuntiraman. Mana a-3b ga ko'paytirishimiz kerak. Xullas, a kvadratni bitta a-3b ga, mana keyin esa 3ab ni mana a-3b ga ko'paytiramiz va 2b ni esa mana a-2b kvadratni a-3b ga ko'paytiryapmiz. Va endi hosil bo'lganlar bitta-bitta bunga, bitta-bitta esa bunga, bitta-bitta esa bunga ko'paytiramiz. Demak, a kub 3a kvadrat b, demak mana buni ko'paytirib bo'ldik. Endi mana buni bunga 3a kvadrat b, keyingisi esa 9. Xo'sh, bu yerda esa minus edi, minus 9ab bo'ladi. ab kvadrat. Xullas, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda ham mana buni ko'paytiryapmiz. Demak, 2ab, mana bu yerimiz 3 kare 2 6b kub bo'ladi va ixchamlanadigan bor ekan. 3ab kvadratlar ketyapti bu yerda. Plus minus bo'lgani uchun va bizda shunday nima qolyapti? 9b bularni ixchamlasa bo'ladi. Demak, mana shu yerga yozamiz. Xullas, endi bizning javobimiz barobar. Diqqat bilan eshitamiz. A kubni o'zi qoldi, chunki unga sherik yo'q va bu yerda mana bu minus bo'lgani uchun xo'sh, minus 7ab kvadrat bo'ladi va minus 6b kub bilan ishimiz yakunlanadi. Xullas, bizning javobimiz mana shu ekan. Demak, oxiri xulosamiz avval ikkitasini ko'paytirib olib, keyin uchinchisiga ko'paytirishimiz kerak ekan. Mana shu narsaga e'tibor bersak bo'ldi. Soddalashtirishni o'rganamiz. Dastavval misoli berilishini yozib olamiz. Va mana shu yerda a kvadratni a plus 2 ga mana bunga ko'paytirishimiz va keyingisida esa
mana -7 ni a+2 ko'paytirishimiz kerak. Mana rangli qilib ko'rsatyapman. Xullas, keyingisida esa mana bu ikkalasini ko'paytirishim kerak. Qavs olti minus bo'lguncha e'tibor bering. Alohida qilib ko'rsatyapman sizga. Mana 2 ni a-14 ga -1 ni esa a-14 ko'paytirish yozdim. Va endi tak a kvadratni, demak mana -7 ni bitta-bitta ko'paytirib ochib chiqishdan boshlaymiz. Bu yerda rangli qilib sizga tushuntirib ham qo'yganman. Xo'p, demak boshladim. A kub, bunga ko'paytirdim. Keyingisi esa bunga bu 2a kvadrat bo'lyapti. Bunga bu esa -7a bo'ladi. Keyin bunga bu esa demak -14 bo'ladi. Biz demak mana shu berilgan ifodani ochib chiqqanimizda mana bunga teng ekan. Endi qavsni-chi, buni bunga ko'paytirsam +2a bo'ladi, lekin oldidagi minus bilan -2a kvadrat bo'ladi. Endi buni bunga ko'paytiramiz. -14a bo'lar ekan. Demak oldigi bilan +14a, mana minus ta'sir qiladi. O'zi bunga bu -14a, minus ta'sir qilgan ekan, ikkita minus plyus bo'ladi. Keyingisi bunga bu esa -a bo'lyapti. Sababi, demak buni bunga ko'paytirdik, lekin oldiga minus ta'sir qilib, buni +a qilishimiz kerak. Va keyingisigina mana bunga e'tibor bering. Minusga minus plyus bo'ladi va oldiga minus ta'sir qilishi kerak ekan. Xo'sh, demak mana bu yerdamiz plyus bo'ldi, bu yer esa mana bu yer minus bo'lgan. Xo'p, endi ishlashni boshlaymiz. Barobar. Bu yerda ixchamlanadiganimiz a kubga sherik yo'q, o'zini yozamiz. Xo'sh, endi harflarni bu yerda 2a kvadratlarimiz 0 bo'lib ketar ekan, plyus minus bo'lgani uchun 7a bilan 14a ga e'tibor bering. Ya'ni mana bu bilan mana bunga ikkalasini hisoblasam, demak bu yerda esa 7a va ana bu bilan 8a bo'lyapti. Mana bu bitta a'imiz ham bor, 7a bo'lgani uchun +8a bo'ldi. Va keyingisi -14 bo'lyapti. Ikkita minusimiz bu yerda plyus bo'lib ketib, ya'ni 20 plyus -28 ga olib kelyapti. Demak bizning javobimiz mana bu yerda a qolib ketdi, 8a'imiz. Xullas +8a -28 ga keladi. Nima shuni tartibliroq qilib yozamiz. Demak -28. Mana shundan iborat ekan. Navbatdagi misolimiz o'sha kitobimizdan 1190-misol. Mana misoli berilishini yozdik va endi ochishni boshlaymiz. Bitta-bitta ko'paytiryapmiz. X kvadrat va 3x bo'ldi. Mana bu minus yozildi va endi ikkita qavs, mana buni ko'paytirib chiqishimiz kerak. Demak mana shuni ko'paytirish jarayonida 2x demak 3x + 2 ga va -1 ni ham 3x + 2 ga ko'paytiramiz. Sizga mana rangli qilib ajratib ko'rsatyapman. Bu 2x, bu esa -1. Va endi qavs ichini mana minusni ta'sirlashtirib ishlaymiz. Demak, buni bunga ko'paytirsam 6x kvadrat bo'ladi va oldidagi minus ta'sir qildiramiz keyin va buni bunga ko'paytiryapmiz. Demak, bu 4x bo'lyapti. Buni bunga ko'paytirsam -3x. Buni bunga ko'paytirsam esa -2 bo'lyapti. Demak, tushunarli-a? Har bittasini mana bundoq qilib ishlaydigan bo'lsak, demak bizning jarayonimiz buni yozdik. -6x kvadrat -4x. Mana har bittasiga minus ta'sirlashtiradi. Bu esa +3x ga keladi va +2 bo'ldi. Mana oxiridagi +2 bo'ladi. Va endi mana shu +2mizni endi ixchamlashga o'tamiz. Xo'sh, mana shu yerga e'tibor bering. Mana bu yerdamiz +2 edi. Xo'sh, x kvadratlarimizni ixchamlasak, bu yerda mana bu bilan mana buni ixchamlaymiz. Buni olti 1 bo'lgani uchun hisoblasak -5x kvadrat bo'lyapti bu. Keyingisi esa 3x, demak x larimizni hisoblaymiz. Mana bu. Demak bu -x bilan demak 3x +2x bo'lyapti. Demak yozamiz. Bu +2x ekan. Mana +2x bo'lyapti va oxirisidagi +2 degan ifodamiz bo'ladi. Demak javobimiz mana shundan iborat ekan. Bu yerda katta xonali sonlarni hisoblash haqida gapirishimiz kerak. Mana shu misolda eng kichigi nechi bo'lsa, o'shani bironta harf bilan belgilab olamiz. Ya'ni bularning ichida mana 43, 44, 48 bilan tugayapti. Eng kichigi 43 ekan. Ya'ni 27043 ekan. Shuni bitta harf bilan belgiladik va mana bu songa. Bu o'sha 27043 + 5 ekan. Keyingisi esa 27043 + 1. Keyingisi esa mana 40
3 plus 4 ekan va o'zi bo'ladi. Demak, bu 43imiz A bo'lgani uchun hammasini belgilaydigan bo'lsak, joy-joyiga. Birinchi qavsimiz mana A plus 5 bo'ladi. Mana bu ham A bo'lgani uchun A plus 1 bo'ladi. Bu ham A bo'lgani uchun A plus 4 bo'ladi. Mana hammasini yozdik va A'imiz bor. Endi bitta-bitta ko'paytirib chiqamiz. Demak, A kvadrat mana ko'paytirdik, keyingisi esa plus A, keyin bunga ko'paytiramiz 5A bo'ladi, keyin buni ko'paytirsak esa plus 5 bo'ladi. Xuddi shunday buni ko'paytirsak minus A kvadrat, keyin bu bilan esa minus 4A bo'ladi. Bu bilan bular ketadi. Demak, bu 6A chiqadi. Bu yoqda 4A ni ayirganimiz uchun 2A qolyapti. Xo'sh, bu yerda esa bitta plus 5 qolyapti. Demak, plus 5. Endi sizga mana ko'rsatamiz, qizil rangda kattaroq qilib belgilab. Ya'ni mana bu yerda 2A plus 5 edi. Mana bu A ning o'rniga sizda belgilangan narsani mana olib kelib qo'yganmiz. O'sha 27043 endi 2 ko'paytirib, buni 5 ga qo'shamiz. Demak, shunda bizning javobimiz 54091 degan javobga ega bo'lar ekanmiz. Mana shu misolimiz javob ekan. Agar biz bundoq qilmasak, buni bunga ko'paytirib ayirish murakkab bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shuni belgilash kiritib ishlashimiz kerak. Bugungi misolimizni belgilashimizga e'tibor bering. Mana bu bilan mana bular bir xil yoki mana bu bilan mana bular bir xil. Ya'ni birinchisini x qilsam, bu yer ham x, bu yerda y qiladigan bo'lsam, bu ham y bilan o'zgaradi. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, mana bundoq belgilashga kelyapti. Demak, belgilashdan kiritib x qavs ichida esa mana y minus 2 ga e'tibor bering. Mana shu o'shundan kelyapti. Yoki keyingisi mana bu y va qavsning ichida esa x minus 5 bo'lyapti. Endi o'sha yozgan ifodalarimizni bitta-bitta qavs ko'paytirib ochib chiqamiz. xy minus 2x. Keyin esa buni bunga ko'paytiramiz. xy plus 5y. Mana minus bunga ta'sir qilyapti. Xo'sh, keyin bu ikkalasi plus minus ekan, o'zaro 0 bo'lib ketyapti. Endi nima qoldi bizda? Minus 2x. Demak, plus 5y va minus 3 qoldi. Endi mana shu yerdagi mana bu x ning o'rniga biz mana buni qo'yib yozib olamiz. Mana. Yoki mana bu yerda esa 5 y degan ekan, y ning o'rniga a plus n ni yozib olamiz. Bu yerda esa minus 3n'imiz bor. Demak, mana shu ifodamizni biz mana bunga bitta-bitta ko'paytirib qavs ochib olamiz. Demak, qavs ochyapmiz mana bundoq. Demak, bu keyingisi minus 2n bo'ladi. Keyin bu 5a, 5n bo'ldi. Va keyingisi esa hisoblaymiz. Ya'ni bu bilan buni hisoblaymiz. Bu minus a bo'ladi. Ko'rsatyapman sizga. Endi n larni hisoblaganimizni qaraymiz. Bu yerda qarang. Bu bilan bu 3n bo'lyapti. 3n bilan 3n ketib 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun yozmaymiz. Demak, misolimiz javobi minus a ekan. Bo'limdagi eng oxirgi mashqlarimizdan yoki misollarimizdan bittasi. Bu yerda bo'luvchi, bo'linma, qoldiq va bo'linuvchi degan narsalarni tushunib olishimiz kerak. Buning uchun biz ustuncha qilib bo'lish jarayonidagi bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma va qoldiq degan narsalarga e'tibor bering. Masalan, 7 degan sonimiz agar 2 ga bo'ladigan bo'lsa 3 ta bor, 6 va 1 qoldiq qoladi. Mana shu 7 mizning nomi bo'luvchi hisoblanadi. Mana bu 2 ning nomi esa bo'luvchi, bu chiqqan 3imiz esa bo'linma, mana birimiz esa qoldiq hisoblanadi. Demak, shu ustuncha qilib bo'lishimizni agar bo'luvchi a minus 4 ga teng deyapti. E'tibor bering, mana bo'luvchi mana bunga teng. Demak, mana shu yer a minus 4. Bo'linma a plus 1 ga teng debdi. Demak, mana bu bo'linmamiz mana a plus 1 ga teng ekan. Qoldiq esa 5 ga teng. Demak, mana qoldig'imiz 5 ekan. Biz bilamizki, bo'linuvchini topishimiz uchun bo'linmani bo'luvchiga ko'paytirib qoldiqni qo'shishimiz kerak edi. Ya'ni masalan, mana yerda 3 ta, mana yerda 2 ta, mana yerda 1 ta bo'lsa, buni bunga ko'paytirsa 6, 1 qo'shsak 7 ekanligi kelib chiqardi. Demak, shuni hisobga olgan holatda biz mana bundoq qilib qavsini ochib chiqamiz. A kvadrat plus a, keyin esa minus 4a, minus 4 va keyin plus 5 bo'ladi. Keyin o'xshash xatdan ixchamlaymiz. Va mana bu yerda ixchamlaydigan bo'lsak, a kvadrat minus 3a va plus 1 ga keladi. Demak, mana shu bo'linuvchimiz, bizda so'ragan bo'linuvchimiz a kvadrat minus 3a plus 1 degan javobga ega bo'lamiz.